بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فخامة الرئيس، معالي الوزير خالد الفالح وزير الاستثمار، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli prezident janoblari, muhtaram vazir janoblari Xolid Al-Falih, investitsiyalar vaziri, aziz hamkorlar va qadrdon mehmonlar. Sizlarga tinchlik, baraka va salomlar bo'lsin. Sizlar faqat bu yerda to'plangan ishtirokchilarga emas, balki butun dunyoga ko'rsatdingiz. So'nggi 8 yilda amalga oshirgan ishlaringizni boshqa mamlakatlar asrlar davomida bajara olmasligini. Rostdan ham bu natijalarga dunyodagi biror yetakchi erishishi juda qiyin. Prezident janoblari, men avval ham ta'kidlaganman. Bu darajada ulkan o'zgarishlarni amalga oshirgan yetakchilardan ikkisini bilaman. Birinchisi siz, ikkinchisi esa Saudiya valiahdi, bosh vazir Muhammad bin Salmon. O'zbekistonda biz ko'rgan va guvoh bo'lgan barcha yutuqlar sizning fidoyilik bilan qilgan mehnatingiz samarasidir. Siz bu ishlarni, xalqingizni va vataningizni chin dildan sevganingiz uchun qildingiz. Men dunyoning 24 ta davlat rahbarlari bilan muloqotda bo'ldim, lekin o'z xalqini sizdek sevadigan davlat rahbarini ko'rganim yo'q. Shuning uchun ham xalqingiz va yurtingiz sizni sevmoqda. Because you love your people, you love your country, and your people and your country, they love you, Mr. President. And that's what made the energy. Every time I had the ownership to meet you, I meet you, Mr. President, 20 times. Men siz bilan 20 marotaba uchrashganman. Har bir uchrashuvdan oldin nutqimni tayyorlayman. Nimalarni aytish kerakligini o'ylayman. Ammo har gal sizning teran fikringiz, energiyangiz va amaliy ishlaringiz biznikidan ustun kelaveradi. Siz doimo tezkor harakat qilasiz. Vijdon bilan ishlaysiz va natija ko'rsatasiz. Siz mahalliy va xorijiy investorlarga katta e'tibor qaratdingiz. Ular uchun teng imkoniyatlar yaratdingiz. O'zbekistonni har bir kompaniya va davlat uchun eng yaxshi investitsiya maskaniga aylantirdingiz. Siz oqilona boshqaruv va shaffoflik asosida oldingi og'ir merosni orqada qoldirdingiz va yangi tarix yaratdingiz. Men 15 ta mamlakatda investitsiya loyihasi qilganman va 30 dan ziyod davlatga borganman. Har joyda yangi O'zbekiston haqida eshitaman. Bu yangi O'zbekiston sizning sadoqatingiz va mehnatingizning mahsulidir. Butun dunyo bugun sizni kuzatyapti, sizdan o'rganyapti. Sizning yetakchiligingizda ishonchli hukumat va fidoyi jamoa kun-tun mehnat qilmoqda. Men haftasiga 7 kun, kuniga 18-20 soat ishlaydigan hukumatni faqat O'zbekiston va Saudiyada ko'rdim. Shuning uchun ham xalqingiz sizni sevayapti. Investorlaringiz va ko'plab davlatlar sizni hurmat qilyapti. Dunyoning turli davlatlaridan juda ko'p odamlar O'zbekistonga turist sifatida ham, do'st sifatida ham, investor sifatida ham kelishni xohlaydi. O'zbekistonning buyuk tarixi bor, lekin sizning bugungi yutuqlaringiz alohida bir tarix. Eng muhimi, siz hech qachon to'xtab qolmaysiz. Bugungi uchrashuvda ham siz 30 milliard dollarlik loyihalar yakunlangani, keyingi yillarda esa yana yangi yo'nalishlarda rivojlanish bo'lishini aytdingiz. Prezident janoblari, sizning asosiy maqsadingiz xalq turmush sifatini yaxshilash. Siz yoshlarga ishonasiz. Bu iqtidorli yoshlar yangi O'zbekistonning quvvati va kuchidir. 8 yilda poydevor qo'yildi. Inshaalloh keyingi yillarda O'zbekiston butun dunyoga o'z salohiyatini namoyon etadi. Yangi O'zbekiston nimalarga qodir ekanini dunyo ko'radi. Prezident janoblari, ishonchingiz uchun katta rahmat. Mening 2 ustozim bor. Biri Valiahd shahzoda, bosh vazir Muhammad bin Salmon, ikkinchisi siz janob prezident. Men sizdan juda ko'p narsalarni o'rgandim. Siz mening ustozimsiz. Katta rahmat. You know, a person like me who will not learn so much from you. You are my mentor, Your Excellency the President. Thank you, thank you, thank you. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.